Assalomu alaykum. Yurtimizda hamda xorijda ro'y berayotgan yangiliklar bilan tanishtirib, efirda xabarlar axborot dasturi studiyada Madina Ulug'bek qizi. Avval bugungi yangiliklardan qisqacha. Rossiyada qora ro'yxatga kirgan qirg'izistonliklarning bir qismiga yangiliklar qaraldi. Davlat janubidagi eng qimmat go'sht O'sh shahrida sotiladi. Rayon bilan shahardan bahsi negizinden shaharda 10-15 so'm ayirma juradi. O'shda oba sudining rahbariga qarshi aksiya o'tdi. Jajib! Tepsiz! Adaletli sot qo'yilsin. Qora ro'yxatga kirgan qirg'izistonliklarning bir qismiga amnistiya e'lon qilindi. Bu haqda Federal muhojirlik xizmatining matbuot xizmati bildirdi. Shartnomaga Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning Peterburg xalqaro iqtisodiy forumining asosidagi uchrashuvida kelishildi. Tomonlar qirg'izistonliklarning Rossiya hududlarida yurishini muhokama qilishdi. Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishi bilan bog'liq Rossiya hududiga 3 yilgacha kirishi taqiqlangan fuqarolarga kirish imkoniyatini berish qarori qabul qilingan. Agar taqiqlangan muddatning yarmi o'tgan bo'lsa, qaror kuchga kiradi. Shuningdek, Rossiyada muhojirlik qonunini buzgan Qirg'iziston fuqarolariga 2015-yilning 10-iyulidan 1-noyabrgacha Rossiyaga kirib chiqishga hech qanday jazo qo'llanilmasligi haqida maslahat ham hal etildi. Lekin mazkur yangilik cheklov kirgizilgan 1,5 yil o'tgandan qirg'izistonliklargagina tegishli bo'ladi. Eslatib o'tsak, Qirg'iziston hukumatining ma'lumoti bo'yicha qora ro'yxatda 77 mingga yaqin qirg'izistonlik bor. O'shda ichki ishlar organining sobiq xodimi 9 kilogramm geroin bilan qo'lga olindi. Bu haqda bugun giyohvand moddani tekshirish bo'yicha davlat xizmatining matbuot xizmati Militsiyaning ma'lumoti bo'yicha O'sh shahri oblasida 42 yildan beri o'spirinlar orasida reketchilik fakti g'addalalik tomonidan tezkor tergov ishlari olib borish vaqtida O'sh shahrida avval ichki ishlar organida ishlagan 1965-yilda tavallud topgan fuqaroning Hyundai Starex mashinasi to'xtatilgan. Tezkor ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olingan fuqaro uyushgan jinoiy guruhning a'zosi deb hisoblanib, giyohvand moddani tekshirish bo'yicha davlat xizmatining maxsus hisobida turibdi deb ta'kidlandi hujjatda. Qo'lga olingan fuqaroning mashinasini tekshirish chog'ida og'irligi 9 kilogramm 72 gramm geroin topilgan. Mazkur ish bo'yicha hozirgi vaqtda tergov ishlari boshlandi. Mamlakatda mol arzonlab, unga ko'ra go'shtning narxi ham pastlamoqda. Eng arzon go'shtning narxi 270 so'mni tashkil qilib, Aravon rayonida sotilmoqda, lekin O'sh shahrida go'shtga bo'lgan narx avvalgi holida. Ayrim yerlardagina 320 so'mdan sotilmoqda. Narxlarning yuqorilaganiga nima sabab bo'lmoqda? Bu haqda navbatdagi lavhada. O'sh shahrida 1 kilogramm mol go'shti hamda qo'y go'shti 340 so'mdan sotiladi. Ayrim yerlarda mazkur narxdan 10 so'm qimmat, lekin narx O'lbasning boshqa hududlariga nisbatan yuqori. Ayrim hududlarda mol arzonligi sabab go'shtning narxi ham pastlagan, lekin O'sh shahrida arzonlash yaxshi bilinmadi. Rayon bilan shahardan bahsi negizinden shaharda 10-15 so'm ayirma juradi. Negizinden rayonda o'zlariga belgili jana жүрек, bor, shular cho'g'u tartilib cho'g' hisoblanadi, etga qo'shilib, например, Aravanda no'qata shunday sotiladi. A bizda toza etning o'zi, may o'zi отдельно sotiladi, ba'da eti o'zi отдельно ba'da sotiladi. O'shandan 15-20 so'm shaharda negizidan qimmatroq bo'ladi. Go'sht sotuvchi rastalarning barchasi bir xil narx emas, ayrimlardan boshqalarga nisbatan narx biroz arzon. Rayonlarda esa bir xil narx qabul qilingan, natijada go'shtga bo'lgan narx 50 so'mgacha arzonlagan. Oxirgi jintik bo'yicha O'zgan rayonida etning bahsi hozirgi kunda 300 so'm, No'qat rayonida 300 so'm bo'ldi. Anan Aravon rayonida 270 so'mgacha tomondadi. Qarasu rayonida biz eng oxirida shu Qarasu rayoniga bordik. Qarasu rayonida hozirgi kunda 320 so'mdan 330 so'mga sotilib жатат. Endi bayag'i qassoblardan aytishi bo'yicha shu qimmatroq ba'da mallarni olib oldik deb aytishgan. O'shalar sotgandan keyin 1-2 kundan keyin qayra shu 300 so'mga tushiramiz deb shu va'dalarni bergan. Et qanchada? 320 so'm. Maldiki-ku? 3 kilogramm. Shahardagi go'shtga bo'lgan narx turli bo'lganligi uchun yaqin hududlarga ham ta'sir ko'rsatishi mumkinligini monopoliyaga qarshi kurash xizmati bildirdi. Shahar yashovchilari esa go'sht sotiluvchi yerlarni tartibga keltirib, bir xil narx belgilash tomonida. Hozir ham et el uchun qimmatroq bo'lib o'tadi et. O'shaning uchun etning bahsi to'monroq tushsa yaxshi bo'lmoq. Hozir ham mal obdan arzonlab ketdi. Mal arzon, et qimmatroq bo'lib o'tadi-da.
2015-yilning fevral oyida shaharda mol go'shti 370 so'mdan 355 so'mga arzonlagan, qo'y go'shti esa 370 so'mdan 340 so'mga tushgan. So'nggi 2-3 kun oralig'ida shahar monopoliyaga qarshi kurashish hamda izga solish xizmati tekshiruv olib borib, bozorlardan molning narxi arzonlaganligini aniqlashgan. Natijada go'shtning narxi yana arzonlashni 24-iyunda muhokama qilish qaroriga kelishdi. Qo'y anchayin arzonlab turibdi, negizida mol arzonlab turibdi. Malдың етін азыр среда күнгі пландаштырып атабыз. Мэрия менен биргеликте чогулуш өткөрүп, шаар боюнча ветеринардык кызматкерлер менен биргеликте касаптар менен ушу 24-ндө ушу шаардын мэриянын мал залында чогулуш жыйын өткөрүп атабыз. Go'sht sotuvchilarining so'zlariga ko'ra, bozorda mol arzonlaganligi uchun davlat belgilab bergan 355 so'mni 5 so'mga arzonlatishgan. Shu sabab sotuvchilar narx shunday qolsin deyishadi. Hozir kishini arzon chiqib qoladi. Hozir jemi bor, bog'ishi bor, buni mol bog'chalarga beramiz. Bu yoqda ishchilarga beramiz. O'sha sababda o'sha aqchaga borib qoladi. Murdag'lar bog'da qolsa yaxshi-da, bardag'izga. Hozirgi vaqtda O'sh shahrida 200 ga yaqin go'sht sotuvchi yerlar ishlaydi. Ular xususiy bo'lgani bilan davlat nazoratida. Yaqin kunlarda tegishli xizmat shahardagi go'sht sotuvchi yerlarga bir xil narx kirgizish oldida. Yoz mavsumi boshlanishi bilan Jalolobodning ekin maydonlarida yong'in falokati ko'paydi. So'nggi 3 haftada 28 yong'in ro'yxatga olinib, 160 gektar maydon kuyib ketgan. O'tgan yilda esa 20 yong'in ro'yxatga olingan edi. Oblast yong'inga qarshi kurash xizmati boshqarmasining bo'lim rahbari Chinorbek Shekanovning azatiqqa bildirishicha, kecha 21-iyun kuni Suzaq rayonining Barb qishlog'idagi ekin maydonida yong'in bo'lib, 20 gektardan oshiq yer hamda 500 dona preslangan cho'p kuyib ketgan. Ro'yxatga olingan falokatlarning deyarli barchasiga ehtiyotsizlik sabab bo'lmoqda deydi Shekanov. Yong'in falokatlari asosan Suzaq hamda Bozorqo'rg'on rayonlarining dalalarida ro'yxatga olinmoqda. Qumtor oltin konidagi voqeani maxsus komissiya tekshirmoqda. Bu haqda Qumtor Operating kompaniyasidan xabar qilishdi. Komissiya tarkibida administratsiya hamda kasaba uyushmasining vakillari bor. Kecha 21-iyunda ishxonada ishchilar bilan uchrashuv vaqtida kompaniyaning ishlab chiqarish bo'yicha vitse-prezidenti Phil Uelton bilan kelishmovchilik yuzaga kelganligini kasaba uyushmasining vakillari ta'kidladi. Ularning aytishicha, Ueltonning qo'pol muomalasi ishchilarning noroziligiga sabab bo'ldi. Kompaniyaning ma'lumoti bo'yicha Phil Uelton kon ishlatayotgan yerdan vaqtincha chiqib ketgan. Bugun O'sh oblast sudining oldida norozilik aksiyasi bo'lib, raisning ishdan ketishi talab qilindi. Mitingning sababi Qorasuv bozoridagi hal etilmagan muammo. Sotuvchilarning so'zlariga ko'ra, 6 yil avval 148 konteynerni qalbaki hujjat bilan Umirbek Erkinbayev degan shaxs sotib yuborgan. Bundan tashqari, mazkur shaxs sotuvchilarni qo'rqitish yo'li bilan pul talab qilgan. Mazkur masala bo'yicha tergov ishlari boshlanib, O'sh shahar sudi gumondorni 1 oyga qamoq jazosiga olish qarorini chiqargan. Lekin oblast sudi Erkinbayevni uy qamog'iga chiqarib yuborgan. Ketsin! Adiletlilik sot qo'yilsin! Hozir gumondor shaxs Umirbek Erkinbayev qidiruvda. 2 yil oldin qo'lga olingan odam ustidan shahar sudi 1 oyga qamoqqa olinsin degan qaror chiqargan. Oblast sudi esa ishni qayta ko'rib chiqib, 10 kunga uy qamog'iga chiqargan. Prokuratura o'zining ko'zomaliyatini bizga olib chiqib o'tadi. Biz ham ne qilayli? Qilmishkerni qarmoq otamiz deydi. Sot sistemasi zashat etib chiqarib beradi deydi. Biz usul ko'zomalda olib turib prezidentga jana jo'g'orqi sotqa borganimizda, jo'g'orqi sotda oblastdan jo'natgan ko'zomal sunishi yo'q, izlevda salinadi. Oblastlik sudyaning төрағасы Shamshiddan chiqib o'tadi. 20 kun degandan keyin bekitib o'tiradi. Gumondor uy qamog'iga chiqqandan keyin jabrlanuvchilarni qo'rqitib qayta ariza yozishga majburlagan. Tovlamachilik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'alib, Erkinbayev ustidan 50 nafarga yaqin odam ariza yozgan. Ariza yozuvchilarning so'zlariga ko'ra, u bundan 6 yil avval Omad bozoridagi Saparbek Aqanovga tegishli 148 konteyner qalbaki hujjatlar bilan sotib yuborgan. O'sha Aqanov Saparning atidan o'sha bir bola kelib, men ukasi bo'lam. Shunday o'sha konteynerlarni menga o'tkirib berasizmi ekan, Aqanov Sapar aytdi dedilar. Men o'tkirib berayim saga dedim. Ya Sapar o'zi kelsa men o'tkiraman. Men qancha seni tanımasam, Sapar bilan baylanishtir meni dedim. Desam Saparga suylash olmaydi. Buna konteynerlar bardi, o'sha konteynerlarni men o'tkiribdan Saparning atidan. Meni aldab, o'shantib baldarimdan kelib, oyog'imni qilib qo'rqitib, men olib oldim-da. Bundan tashqari sotuvchilardan qo'rqitish yo'li bilan ham pul olib turgani ma'lum bo'lgan. U yer solig'ini yig'ib yurgan paytda Qorasuvdagi Turatali bozorining 7-qatoridagi sotuvchilardan maqsadsiz qo'rqitish yo'li bilan pul olib turgan. Barchasi bo'lib 50 ming AQSh dollari yig'ib olgan deydi sotuvchilar.
Эркинбаев, Өмүрбек, силер ушу контейнерлериңер ушу жерде туруп соода кылып аткандыгыңар үчүн ар бириңер $1000 берип чыгасыңар деп бербесеңер контейнерлериңерди сууруп чыгып салабыз деп 2-3 жолдон 4 жолдон сваркалатып салган. Сваркалатып салгандан кийин анан ошо жердегилер аргасыздан жөндөн-жөн мыйзамсыз түрдө акча жыйнап чыгып кеткен. Gumondor qo'lga olinib, ish oblast sudiga o'tkazilgandan keyin sud yig'ilishiga Abdurasul Shamshiyev rahbarlik qilgan. Jabrlanuvchilar qidiruvdagi qo'lga tushgandan keyin bosh qonunga ko'ra qamoqqa kirgizilishi kerak edi deyishmoqda. Norozilik namoyishiga chiqqanlar yoniga Shamshiyev chiqmay qo'yganidan uning yoniga sotuvchilar vakili kirgan. Men prokuraturaning ko'zo'molini tanishtirdim da qayrada. O'qib ko'rib, jog'orqi sotqa, jana prezidentga qayrilib o'rgiladi. Jurnalistler geldi, bir жағдай болып қалбасын, siz özünüzді мнениеңізді, özünüzді интервьюңізді, балким biz жалған айтып отқандырбыз. Qabul alыңыз desek, ağa könbödü. Shunday qilib jabrlanuvchilarning noroziligini oxiriga yeta olmadik. Sababi Shamshiyev ommaviy axborot vositalarini ham qabul qilmay qo'ydi. O'sh shahar prokuraturasi Oliy sudga shu yilning 20-mayida shahar sudi qarorini o'z kuchida qoldirish taklifini yuborgan, biroq nazorat taklifni qanoatlantirmadi. Соттолуучунун жактоочусунун жазган арыздын негизинде 2015 жылдын 30 апрелинде Ош шаар сотунда кылмыш каралып, Ош шаардык сотунун жанагы 1 айга берген камагын жокко чыгарып, үй камагын өзгөртүп коюп атат. Аталган аныктамага Ош облустук прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна көзөмөл иретинде сунуш келтирилип, бүгүнкү күндө сунуш каралып, канааттандыруусу калтырылды. Qanday negizda qaltirilgani bizga belgisiz. Hozirda jabrlangan taraf sud hukmidan norozi bo'lib prezidentga murojaat qilishni rejalashtirmoqda. Ta'kidlab o'tsak, O'murbek Erkinboyev ustidan boshqa jinoiy moddalar bo'yicha ham qidiruv e'lon qilingan. Hilola Azimova, Nazgul Axunova, Aybek Bedelbekov, Intimaq. Kelayotgan parlament sayloviga Qirg'iziston 1 milliard so'mdan ortiq mablag' sarflaydi. Bu haqda ommaviy axborot vositalariga Moliya ministrligining matbuot xizmati bildirdi. Saylovga davlatning 2015-yildagi budjetidan 235 million so'm ajratilgan. Keyin Markaziy saylov komissiyasi 360 million so'm ajratgan bo'lsa, davlat ro'yxatga olish xizmatining liniyasi bo'yicha yana 407 million so'm ajratiladi deb xabar qilindi Moliya ministrligidan. Ministrlik matbuot xizmatining ta'kidlashicha, Madaniyat, ma'lumot hamda sayohat ministrligi, shuningdek mahalliy hukumat organlariga 9,2 million so'm beriladi. Ular mazkur mablag'ni biometrik ma'lumotlarni to'plash bo'yicha kampaniya o'tkazish uchun olishadi. Saylovga ajratilgan chiqimlarning ko'pligi yangi texnikalarni olib kelish hamda biometrik ma'lumotlarni to'plash uchun deb izohlanmoqda. Botkenning Qadamjoy rayonidagi turli millat vakillari istiqomat qiluvchi hududlarda muloqot markazlari ochildi. Endi mahalliy yashovchilar mazkur markazlar orqali hukumat vakillari bilan bog'lana olishadi. Shu bilan birga kuch tizimlari bilan ham aloqa o'rnatish mumkin. Muloqot markazlari haqida navbatdagi lavhada. Qadamjoy rayonining markaz qishlog'ida bungacha aholi mahalliy hukumat yoki militsiyaga murojaat qilishda bir qancha muammolarga duch kelishgan. Shu sababli qarovsiz qolgan choyxona ta'mirlanib, u yerda militsiya bo'limi, qishloq rahbari xonasi hamda muloqot maydoni tashkil etildi. Айыл башчыларыбызды издеп, кандайдыр бир иштер менен келгенибизде таппайт элек. Мына бүгүнкү күнү ошол милиция бөлүмү дагы ачылып атат. Милицияны дагы телефон аркылуу гана чакырып таба алат элек. Мына бүгүнкү күндө эң жакшы эл үчүн бул дагы шарт болду. Айыл башчыны дагы милиция керек болсо милицияны дагы ушул тескөөчүсүн ушул жерден таап, эл үчүн чоң бир кубанычтуу күн деп ойлойм да. Bu tashabbus Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha agentligi hamda xalqaro tolerantlilik jamoasi hamkorligida aholi jamoalar hamda hukumat orasida munosabatlarni yaxshilash loyihasi asosida amalga oshirildi. Дагы баягы эл менен ошол элдер айыл башчыга кайрылып өздөрүнүн маселесин, көйгөйлөрүн өз убагында чечип алыш үчүн айыл башчы үчүн кабинет жана участковый милиционер үчүн ушул жерде кабинет уюштуруу боюнча долбоорду ишке ашырып отурабыз. Андан сырткары ушул Көк Дала айылындагы баягы орчундуу маселелер боюнча чогулуштарды өткөрүү, коомдук угууларды өткөрүү, депутаттар менен жолугушуу, же келген коноктор менен жолугушуу, курултайларды өткөрүү, шайлоолорду өткөрүү максатына багытталган бир жыйындар залы деген ушул жердеги бир эски зданияны ремонт кылып, ошол жыйындар залы ремонттоп, бүгүн ошол долбоордун да ачылышын өткөрүп атабыз.
Xuddi shunday tashabbus Qirg'iz qishloq hududida Qaytmas qishlog'ining yashovchilari bilan hukumatning o'zaro munosabatlarini yaxshilash hamda ishonchni mustahkamlash loyihasining asosida amalga oshirildi. Eski binoning bir qismi ta'mirdan o'tkazilib, qishloq yashovchilari bilan hukumat vakillari orasidagi aloqalarni yaxshilashga sharoitlar yaratildi. Жергиликтүү калк менен жакын иштешкен аракет кылабыз. Ошондуктан биз ар дайым аларга келип, алардын көйгөйлөрүн сурап, кандай маселелерди чечиш керек, кандай проблемалар бар деп алардан сурап туруп, жана ошолор менен биргеликте ошол долбоорду аткарабыз. Ayni loyiha asosida Qadamjoy rayonining Xalmiyon qishlog'idagi eskirgan madaniyat uyi ta'mirlanib foydalanishga topshirildi. Bundan tashqari binoning 2-qavatida yoshlar uchun o'quv kurslari, kompyuter xonalari hamda mahalliy deputatlarni aholi bilan uchrashlari uchun xonalar tashkil etildi. Ушул проекттин алкагында биз могу чоң залды толук отургучтар менен камсыз кылдык, 400 орунду. Андан сырткары ошол жектеги керектүү эмеректердин баардыгын алып бердик. Андан сырткары ошол проекттин алкагында ушул клубдун 2-этажында биз 4 кабинетти эмеректер менен камсыз кылып бердик да. Мына бекте көрүп турасыздар, азыр бул жерде оргтехника менен, мындай айтқанда бул жерде компьютердик грамотностька окутулат. Атайын курстар ачылып атат. Андан сырткары орус тили, англис тили, корей тилдерин окутуу боюнча дагы курстар ачылып, азыр жүрүп жатат. Бир кабинетти биз атайын инвестиционный зал деп жасадык. Мындайча айтканда ошол жерде ар кандай встречаларды, семинар, тренингтерди өткөрсө болот. Андан сырткары ошол эле залда ушу местный кеңештин депутаты. Loyihani amalga tatbiq etish uchun 2 million aholi tomonidan 80 ming so'm mablag' sarflangan. Mahalliy hukumat tomonidan 541 million so'mlik hissa qo'shilib, aholi uchun qulay sharoitlar yaratildi. Qirg'izistonda hozirgi vaqtda 79 gektar hududga 481 dona turli ishxonalar qurilib ishga tushirildi. Bu haqda Qishloq va suv xo'jaligi ministrligining matbuot kotibi bildirdi. Yaqin orada yana turli xil 167 nafar ishxona qurish rejalashtirilmoqda. Ishxonalarda asosan pomidor, bodring, oshko'katlar va ularning ko'chatlari yetishtirilmoqda deb bildirdi matbuot kotibi. Qishloq va suv xo'jaligi ministri ishxonalarni rivojlantirish uchun qishloq xo'jaligidagi boshqa yo'nalishlarning biri qatori hisoblab kengaytirishni rejalashtirgan. Endi esa navbat xalqaro yangiliklarda. Kobuldagi parlament imoratida bir necha marotaba portlash sodir bo'ldi. Politsiyaning ma'lum qilishicha, portlashdan so'ng bir guruh qurolli kishilar binoga qarata o'q uzishdi. Parlament xodimlari va jurnalistlar xavfsiz joyga ko'chirildi. Otishuvdan bir necha deputatlar turli jarohat olib kasalxonaga yuborildi. Binoga Tolibon harakati jangarilar hujum qilgan degan gumonga borishmoqda. Tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Xitoyning bir necha hududlarida tabiiy ofatga aylangan kuchli yog'ingarchilikdan 20 ga yaqin kishi nobud bo'lib, 4 nafari bedarak yo'qolgan. Chunsin va Xubey provinsiyalarida ko'pchiligi ko'chkidan, ayrimlari chaqmoq chaqishdan nobud bo'lishdi. 2 sutka davom etgan yog'ingarchilikdan minglagan turar joylar suv bilan qoplandi. Hukumat vakillarining ma'lumotiga ko'ra, hozirgi paytda qutqaruv ishlari yurgizilmoqda. Bedarak yo'qolganlar qidirilmoqda. Eslatib o'tamiz, iyun oyining boshida yoqqan yomg'irdan 10 nafar odam nobud bo'lgan edi. Unda Anxoy, Futsian va Siansi provinsiyalari jabr ko'rgan edi. Tailandning Ratchaburi provinsiyasida MERS virusi ro'yxatga olindi. Bu haqda Salomatlikni saqlash ministrligidan xabar berishdi. O'tgan haftada mazkur virusning o'lkada paydo bo'lganligi to'g'risida ma'lumot sotsial tarmoqlarda yoyilgan edi. Provinsiyada 69 ta kasalxona bor. Ularning birida Janubiy Koreyadan kelgan ayol maxsus bo'limda davolanib yotgan. Biroq laboratoriyada analizlari toza chiqqanini aytib, hech qanday virus xavfi yo'qligini bildirishgan edi. O'tgan sutkada Bangkok kasalxonalarining birida davolanib yotgan 75 yoshli qariyadan tog' sindromi virusini aniqlashdi. Hozirda unga nisbatan karantin e'lon qilinib, maxsus xonaga o'tkazilgan. Yevropada bundan keyin sotsial tarmoqdagi jangarilar akkauntlariga chek qo'yiladi. Buning uchun maxsus politsiya guruhi tuzilmoqda.
Politsiyaning aytishicha, hozirgi paytda birgina Twitterda 90 mingga yaqin islom guruhi jangarilari ro'yxatga olingan. Maxsus guruh sotsial tarmoqdagi terrorizmga undagan jangarilar akkauntlarini yopish bilan shug'ullanmoqda. Yevropada yil boshidan beri 5 mingga yaqin islom davlati guruhiga a'zo bo'lgan. Politsiya 1-iyuldan boshlab ayrim sotsial tarmoqlar bilan tuzilgan shartnomalar asosida rasmiy turda o'z ishini boshlaydi. Pokistonning Karachi shahrida havoning keskin isib ketishi oqibatida 122 nafar kishi nobud bo'ldi. Mahalliy hukumat vakillari ma'lumotiga ko'ra, shahar hududidagi kasalxonalar kuchaytirilgan tartibda ish olib bormoqda. Havo temperaturasi 45 darajadan 47 darajagacha ko'tarilgan. Ayrim yerlarda 50 darajagacha yetgan. Meteorologlarning aytishicha, bunday ob-havo 1979-yili yuz berib, unda havo temperaturasi 47 darajaga yetgan edi. Mutaxassislar yaqin orada temperatura pasayishini aytib, mahalliy turg'unlarga uylaridan chiqmay turishlarini ta'kidlashadi. Xitoyda it go'shtini ovqatga ishlatish yil sayin an'anaga aylanib, festival ham uyushtirildi. Ular 2 kunlik festivalda kamida 10 minglagan itlarni qurbon qilishdi. Mahalliy ma'lumotlarga qaraganda, bunday tadbirga minglagan Xitoy fuqarolari norozilik bildirib, uy hayvonini xo'rlashga chek qo'yish kerakligini aytishadi. Xitoyda it go'shtini ovqatga ishlatish oxirgi kunlarda ko'payib ketmoqda. Bunga norozi bo'lgan turg'unlar mahalliy hukumat vakillaridan it go'shti ishlatishga chek qo'yishni talab qilishmoqda. O'tgan haftada AQShning Charleston shahridagi cherkovlarning birida otishma bo'lib, 9 kishi halok bo'ldi. Irqiy bo'linishning oqibatida kishi o'ldirishga borgan 21 yoshdagi fuqaro qo'lga olindi. Cherkovdagi qonli voqeadan qurbon bo'lganlar uchun motam tutilib, minglab kishilar piyoda yurishga chiqishdi. Charlestondagi bo'lib o'tgan voqea haqida navbatdagi lavhada. Yakshanba kuni AQShning Janubiy Karolina shtatidagi Charleston shahrida minglagan odamlar yayov yurishga chiqishdi. Ular cherkovdagi otishmadan qurbon bo'lganlarning yaqinlariga qo'llov ko'rsatishini aytishgan. Eslatib o'tsak, o'tgan haftada shahardagi cherkovlarning birida duo qilib o'tirgan paytda qurolli kishi o'q uzib otishmadan 9 kishi nobud bo'lgan. Aholi bir-birining qo'llaridan ushlab qurbonlarni xotiralashib markaziy ko'prikka yo'l olishdi. Bundan biroz avvalroq shu paytda cherkovlarning barchasida qo'ng'iroq yangrar edi. Halokat bo'lgan cherkovda hujumdan keyin yakshanba kuni 1-marta ish boshlandi. Unda yuzlagan kishilar ishtirok etishdi. Biroq qonli voqeaning guvohi bo'lgan cherkov xodimining o'rni bo'sh turdi. Har yakshanba men ani bu yerdan ko'rchiman. Bugun bo'lsa ana o'rda bo'sh qoldi. Bo'lib o'tgan voqeadan keyin ko'pchilik ellarning birigusi dag'da bo'lsa bekemda deb ishonam. Munda kelganlarning bari shu narsadan umidlanishadi. Men qo'mchilikqa o'ta roziman. Alar bizga qo'lda ko'rsatib jatishadi. Shahardın meri, gubernatori da qo'llab jatadi. Bu bizni tinchlantiradi. Bundan narida jashoni ulantuga ishonim, kuch-quvvat beradi. Otishmani 21 yoshdagi Dilan Ruf uyushtirgan. Uni hujum qilgandan keyin 1 sutkada topishgan. Charlestondagi qamoqxonalarning birida qo'lga olishgan. Ma'lumotga ko'ra, Ruf ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida bir qancha qora tanlilar bilan yahudiylarga qarshi rassalik ajralishga undaydigan bildiruvlar aniqlangan. Shu bilan birga fuqarolik urushi paytida simvol qatori ko'tarilgan bayroqni ham rasmlarini topishgan. AQShning rahbariyat vakillari Ruf bu kabi qadamga rassalik ajralish sababli qo'l urganini ta'kidlashmoqda. Tayvanda har yilda o'tkaziluvchi qayiq festivali boshlandi. An'anaga aylangan bellashuvga jami 6000 kishi ishtirok etmoqda. Ajdarsimon qayiqlarda suv bellashishi Osiyo davlatlarida qadimdan beri o'tkazilib kelayotgan o'yinlarning biri. Mazkur bellashuvni har yilda Tayvan fuqarolaridan emas, Yaponiya, Koreya hamda Vyetnam yashovchilari ham o'z kalendarlariga loyiq nishonlab kelishadi. Bellashuv haqida navbatdagi lavhada. Taybey shahridagi har yili tashkil etiladigan ajdarsimon qayiqlar bilan bellashish festivali bo'lib o'tmoqda. Musobaqada 250 ga yaqin jamoa ishtirok etyapti. Umumiy hisobda 6000 ga yaqin odam bor. Bizning komandada 160 o'yinchi yana 6 qayiq bor. Festivalda ishtirok etish uchun maxsus tajriba talab qilinmaydi. Asosiysi qo'ldan kelgancha harakat qilib, guruh bilan birga ishlay olgan bo'lsa bas. Misol uchun Taybeydagi kasalxonada ishlagan shifokor o'zining bemorlaridan jamoa tuzgan.
Bizde 30'dan aşkın oyuncularыбыз көкірек рагынан операция болып, дарыланып жаткандар. Ошондой эле сүрөтчүлөрүбүз жана жардамчыларыбыз да бар. Биздин максат жакшы жыйынтык көрсөтүү менен бирге саламаттык жашоого үндөө болуп саналат. Ko'p hamkasblari uchun har yili bir jamoa bo'lib harakat qilish an'anaga aylangan. Biz 6 жылдан бери катышып келебиз. Кандай жыйынтык болот? Анысы маанилүү эмес. Болгону биз катышуучулар болгон күч-аракетин аябай мелдешет деген үмүттөбүз. Musobaqa 3 kun davom etadi. G'olib bo'lgan jamoaga 150 ming Tayvan dollari va'da qilingan. U 17 ming AQSh dollariga barobar bo'ladi. Ajdarsimon qayiqlar bilan bellashish bu qadimdan qolgan odat. U oy taqvimi bilan bog'liq. Bu kabi an'anaviy o'yinlar faqatgina Xitoyda emas, Yaponiya, Koreya hamda Vyetnam xalqlarida ham tashkil etiladi. Haftaning birinchi kuniga olingan yangiliklar mana shularni tashkil qildi. Bu va boshqa ma'lumotlar bilan www.ntmaq.kg saytidan va 106.1 FM to'lqinlarida tranzit axborot dasturidan olishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Заряд энергии. Бодрость духа. Жажда победы. Ой, помогите. Теперь курс с добавлением благородной травы гиик-от Ачалап с ароматной травой райхан. Тонизируют, утоляют жажду, заряжают энергией и бодрят. Новинки от компании Алайку. За ними стоит бежать. Assalomu alaykum. 23-iyunga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishib oling. Ob-havo ma'lumoti ko'rsatuvining homiysi Alayku savdo belgisi. Qirg'iz Respublikasi ob-havoni kuzatish markazining bergan ma'lumotiga ko'ra, ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimoliy g'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 4-9 dan 15-20 metrgacha yetadi. Havoning harorati kechasi Botken oblastida 12-17, kunduz esa 29-34 daraja issiq bo'ladi. O'sh oblastida kechasi 16-21, kunduz esa 29-34 daraja. Jalobod oblastida ham kechasi 16-21, kunduz esa 29-34 daraja. Norin oblastida kechasi 4-9 daraja iliq, kunduz esa 20-25 daraja issiq bo'ladi. Talas oblastida kechasi 13-18, kunduz esa 26-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Issiqko'l oblastida kechasi 9-14, kunduz esa 20-25 daraja issiq. Chuy oblastida kechasi 15-20, kunduz esa 28-33 daraja issiq bo'ladi. Poytaxtimiz Bishkekda ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimoliy g'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 4-9 dan 12 metrgacha yetadi. Havoning harorati kechasi 16-18, kunduz esa 31-33 daraja issiq bo'ladi. Shahrimiz O'shda ham ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimoliy g'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi 19-21, kunduz esa 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Sizlar 23-iyunga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishdingiz. Ob-havo ma'lumoti ko'rsatuvining homiysi Alayku savdo belgisi. Ob-havo ma'lumoti bilan esa men sizlarni Dilafruzada Janova tanishtirdim. Salomatda qoling. Заряд энергии. Бодрость духа. Жажда победы. Ой, помогите. Теперь курс с добавлением благородной травы гиик-от Ачалап с ароматной травой райхан. Тонизируют, утоляют жажду, заряжают энергией и бодрят. Новинки от компании Алайку. За ними стоит бежать.